Biz jamoamiz bilan Husayn Buxoriy ustozni ziyorat qilishni niyat qildik. Hammamiz bir fikrdan ularga chiroyli bir ijod hadya qilamiz va u esda qoladigan darajada bo'lishi kerak degan fikrga keldik. Birinchi bo'lib hadis topdik. Aynan ustozimizga mos keladigan hadisni uzoq komponovka qildik. Bunga deyarli 3-4 oyimiz ketdi. Bu vaqt ichida qog'ozlar oxirlandi, naqshlar chizildi, hammasi qo'l mehnati asosida qilindi. Keyin yozuvimiz bir urinishda qog'ozga tushirildi. Bizga ustozimiz bizni yakshanba kuni kutayotganlari haqida xabar berildi. Biz ishni kechiktirmasdan yozuvlarni kontrolladik. Nasihatida o'qilishini ostiga yozib qo'ydik. Oson o'qilishi va tushunarli bo'lishi uchun. Oxirida dastxat qo'ydik va chiroyli qilib ramkaga joyladik. Ustozimiz bo'lsa juda ham xursand bo'lganlarini va bu ajoyib sovg'a bo'lganini va endi uylarini to'g'rini bezashini ta'kidladilar. Xo'sh, ijodimizga siz qanday baho berasiz? Haqiqatdan ham juda ham chiroyli chiqqan, to'g'rimi? Agarda siz ham xuddi shunday ijodlarni alohida siz uchun komponovkalar qilinib tayyorlanishini xohlasangiz, albatta bizga murojaat qiling. Allohga omonatsiz.